Assalomu alaykum barchaga. Hozir sizlar bilan kanalga tashlangan mana shu savolni yechimini qilamiz. Demak, savolda aytgan, agar beta 0 pi sum 4 ga tegishli bo'lsa, mana shu tengsizlikni bajariladigan a ni topish kerak doimiy. Demak, birinchi mana bu ifodani ko'rinishini almashtirib olamiz. Bu doim o'rinli bo'lishi kerak deyapti. O'rinli bo'lishi uchun a ning qiymatini topishimiz kerak bo'ladi. Demak, endi dastlab buni kosinus betaga bo'lib olaman surati mahrajini. Suratida shunda 1 qoladi. Mahrajida esa faqat qavsning ichini bo'laman. Sinus kvadrat beta turaveradi. Shunda 1 minus, xo'p, buni kosinusga bo'lsam tangens beta bo'ladi-da. Endi yana davom ettiramiz. Xo'p, 1 taqsim sinus kvadratni o'rniga biza mana bunday yozishimiz mumkin. Suratiga 1 plus kotangens kvadrat beta deb yozsak bo'ladi. Ayniyat bor edi bizada. Shundan foydalandik. Demak, mahrajda 1 minus tangens betani o'zi bo'laveradi. Endi hammasini tangensga o'tkazib olaman. Kotangensni ham tangens bilan yozib olish mumkin, bilamiz. 1 plus 1 taqsim tangens kvadrat beta deyishim mumkin. 1 minus tangens beta. Endi buni suratiga umumiy makhraj berib yuboradigan bo'lsam, 1 plus tangens kvadrat beta taqsim tangens kvadrat beta makhrajiga tushib ketadi. Qavsda 1 minus tangens beta qoladi. Demak, mana shu eng chiroyli ko'rinishi hammasi tangensga kelib qoldi. Endi makhrajini bitta ochib qo'yaylik, mayli qavsni. 1 plus tangens kvadrat beta taqsim tangens kvadrat beta minus tangens kub beta bo'ladi. Demak, mana shu soddalashtirib olganimiz. Endi bizada beta berilganida 0 pi taqsim 4 oralig'ida degan. Endi tangens 0 pi taqsim 4 oralig'ida o'zini qanday tutadi? 0 da 0 ga erishadi, pi taqsim 4 esa 1 ga erishadi. Demak, tangens betam tegishli bo'lar ekan bu oralig'da 0 va 1 ga. Endi shu tangens betamni men qulayroq bo'lish uchun bitta xo'p x o'zgaruvchi deb olsam, shunda mana bu ifodani funksiya ko'rinishida qaraydigan bo'lsam, f at x ni ko'rinishi qanday bo'ladi? 1 plus x kvadrat taqsim x kvadrat minus x kub ko'rinishiga keladi. Mendan maqsad savol mana bu ko'rinishga kelib qoldi. Mana bu funksiya katta a ni tengsizlik bajariladigan a ni topish kerak degan savolga o'zgarib qoladi. Buni o'zi ham yana mana bunday qarasak bo'ladi. Mana bu funksiyaning eng katta qiymatini topishimiz kerak degan savolga kelib qoladi. Demak, buni eng katta qiymatini topishim uchun men albatta hosila olaman. F' x teng bo'ladi. Demak, buni hosilasi qisqacha yozib ketadigan bo'lsam, oxirgi soddalashganini yozaman. Surati x kub plus 3x minus 2 taqsim mahraji esa hamma biladi, mahrajining kvadrati. Tenglik 0 deymiz. Mahraj bizga muhim emas. Endi bu yerdan faqat suratni ishlaydigan bo'lsak, x kub plus 3x minus 2 tenglik 0 degan kubik tenglama kelib qoladi. Endi bu tenglamani yechib, albatta chiqqan ildizlarni x-ga etib qo'ysak, bizda eng katta qiymat chiqadi. Bu kubik tenglama umumiy holatda yechishimiz ozgina murakkab bo'ladi, lekin umumiy yechish usuli bor. Lekin o'sha umumiy yechish usulini ham ancha ishi bor. Shu sababli ildizi taxminan qanday chiqqanini birdaniga yozib ketaman buni ham. Demak, x taxminan bizada 0,5961 chiqadi. Hisoblanganda buni topish ancha murakkab ish. Xo'p, endi shuni
qo'yadigan bo'lsam f(x) ga f 0.5961 ni hisoblaydigan bo'lsam, bu ham taxminan bizada 9.44 chiqadi. Endi bizga savol bergan edi. A ni qanday qiymatda tengsizlik har doim bajariladi degan. Demak, menda f(x)imni eng katta qiymati taxminan 9.44 bo'ladigan bo'lsa, A ni joyiga men 9 ni qo'ysam, bu har doim o'rinli bo'lar ekanda, eng kattasi. Demak, bundan kelib chiqadi bizada A barobar 9ligi. Endi bu yerda A ni o'rniga 9 gacha xohlagan butun sonni qo'ysak ham o'rinli bo'lishi mumkin. Savolda maqsadda eng katta bo'ladigan A ni toping degan maqsadda berganda. Bo'lmasa, xohlagan qiymatda o'rinli deb qo'yish mumkin edi. Yechish shart emas demoqchiman. Shu bilan yechimimiz yakuniga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.